Shu uylardagi kondisioner freonni qanchada alishtirib turish kerak? Kondisioner freon agar sizlarda zavodskiy turgan bo'lsa, umuman tegmanglar, alishtirmanglar. Agar qanaqa hollarda alishtirish kerak bo'ladi? Agar o'tuvchiga bo'lsa, yoki remont bo'ladigan bo'lsa, alishtirish kerak. Bu bola nima unaqa deyapti? Qattiq gapiryapti. Liboy ustiga, liboy odamga ham men keltirib bera olaman. Misol uchun o'zim uyimda 10 yildan beri grey kondisioner turadi. Shu paytgacha freoniga tegmaganmiz. Prosta vaqti-vaqtida profilaktik ishlarni qilib turamiz, chiskalarni qilib turamiz. Haligacha ideal ishlaydi. Agar sizlar o'sha kondisionerlarni qo'ygan ustani ishi toza bo'lsa, ya'ni montaj joylarini cho'tki qilib, zo'r qilib ulab ketgan bo'lsa, kondisioner o'zi ham freon ham sizlarga kamida 15 yil 20 yil xizmat qilib beradi. Agar bizning regionda, misol uchun kondisioner yaxshilamay qolsa, misol usta chaqirsanglar, har 1 yil 2 yilda freonni alishtirib turish kerak deyotgan bo'lsa, demak u bir yildan keyin mashinik bo'ladi. Или просто sizlarni ustingizdan soqqa qilmoqchi bo'ladi. Agar bizning regionda kondisioner yaxshilamay qolsa, nima qilish kerak? Bizning regionda bilsangiz, chang O'zbekistonda chang juda ko'payib ketgan. Hozir mana misol uchun fendagi, agregatdagi radiatorlar orasida chang bilan to'lib qoladi-da, kondisioner o'sha freon ichida aylantiradigan freonni yaxshi aqlashdagini sovutib bera olmaydi. Yana bitta sababi bor. Hozir ko'p kondisionerlar invertor deb yozib chiqilyapti, lekin ular invertor bo'ladi, lekin o'sha yozilgan misol uchun 150 140 voltgacha tok tushib ketsa ishlaydi deydi, lekin unaqa bo'lmaydi. Aslida o'sha 190 180 gacha tok tushsa ishlaydigan bo'ladi. Bizning ko'p joylarda, misol shahar o'zida ham juda ko'p joylarda tokka naprijinasi o'ynab, misol uchun mana obedda kechqurun paytlari tok tushib ketadi. Shunaqa payt kondisionerlar o'sha tok tushib ketishlari yaxshilamay qolishi mumkin. Agar sizlar o'sha kondisionerlar yaxshilamayotgan bo'lsa, o'sha chiska qildiringlar. Agar shunday ham o'xshamasa, bitta uylarda tokka o'lchatib olib, agar tokka naprijinasi tushib ketayotgan bo'lsa, kondisionerlarga bitta stabilizator qo'yib yuborsanglar, kondisionerlar xudo xolisi ideal darajada ishlab beradi sizlarga. Agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Bundan qiziqarli videolarni o'tkaza olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.